Yaxshi narxdagi furalarni chiqarishda davom etamiz. Narxi 47 ming AQSh dollari. Kanalimiz obunachilari uchun yana ozgina kelishtirib beriladigan joylari ham bor. Tegachi yili 2016-yilda ishlab chiqilgan, Persep yili 2018-yilda ishlab chiqilgan Krone Persep. Moslari BPM mosda lentakasi yo'q ekan. 105 kubali mega holatlar a'lo darajada ishlab turgan mashina ekan. Salonning ichki holatlarini ko'rsangiz bo'ladi. Zo'r holatda turibdi. Ikkitali spanli avtomat korobkada yurgan masofasi 818 ming kilometr masofani bosib o'tgan. 486 kuchiga ega retardo gornilari ham mavjud. Baklari jami 980 litrli bak bilan jihozlangan ekan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Bu akamizda 3 ta furalar sotuvga qo'yilyapti. Bundan tashqari yana 2 ta fura bor. Bittasi Mercedes Actros, bittasi Mani Euro 6. Ular ham hammasi mega. Qiziqqanlar bo'lsa profilga o'tib kirsanglar, uni videosini ham joylab qo'ygan bo'lamiz. Batafsil ma'lumotni telefon qilib olishingiz mumkin. Telefon raqam videoning past qismida bo'ladi. Manzil Andijon viloyati Madaniyatda turibdi. Videoga like bosib, zo'r narxda fura olaman deb yurgan fura ishlanishlarga jo'natib qo'ysanglar, hamma uchun manfaatli bo'ladi. Sotuvdagi ko'plab furalarni o'tkazmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.